Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun sizlar bilan birinchi darsni boshlab olamiz. Birinchi darsimiz letters. Ya'ni ingliz tiliga birinchi kirib kelganimizda barchamiz duch keladigan o'sha alfabet. Ya'ni alfabet inglizchasi, alifbo o'zbekchasi. Xo'p, ingliz tilida umumiy 26 ta harf bor. 26 ta harf bizga 44 ta tovushni beradi. Demak, 26 ta harf 44 ta tovush. Xo'p, consonant and vowel. Ya'ni undosh va unli harflari. Konsonant, ya'ni bizda undosh harflarimiz 20 ta, vowel, ya'ni unli harflarimiz bizda 6 ta. Xo'p, undosh harflarni barchamiz bilamiz. O'sha siyqas chiqqan mavzu maktablardan boshlab hammamizga qayta har darsda har yili o'rgatiladigan o'sha alfabet. Hozir sizlarga maktablarda, boshqa joylarda o'rgatilmagan jihatlarini o'rgataman. Unli harflar A, E, I, O, U and Y. Barchamizda savol tug'ilishi mumkin, why degan. Ya'ni nimaga? Nimaga Y harfi ingliz tilida unli? Hozir shunga to'xtalamiz. Demak, bizda azizlar, Y harfi ingliz tilida yarim unli, yarim undosh hisoblanadi. Unli holatida kelganda I yoki I holatida talaffuz qilinadi va undosh holatda kelganda Y, ya'ni o'zini holatida talaffuz qilinadi. Qanday yozilgan bo'lsa, shunday holatda. Demak, biz Y harfini 3 xil holatda ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi holat so'z boshida kelsa. Bu holatda u undosh hisoblanadi va Y holatda talaffuz qilib o'qiladi. Yellow, year. Bunga misol bo'lishi mumkin. So'zni boshida kelyapti Y harfi va Y holatda talaffuz qilinyapti. Bu yerda undosh. Yellow, year. Ikkinchi holatimiz unli harfdan keyin kelsa, bu holatda ham undosh hisoblanadi. Misol, day yoki valley. Qishloq, vodiy degan ma'noni anglatuvchi o'sha valley so'zi bu yerda I harfidan keyin kelyapti. I unli harfimizdan keyin kelgani uchun Y holatida talaffuz qilinadi va undosh hisoblanadi. Bu yerda esa A dan keyin kelyapti, day. Bu yerda ham undosh. Va uchinchi so'nggi holatimiz undosh harfdan keyin kelsa, u holatda unli harf hisoblanadi. Misol, cry. O'sha R harfidan keyin kelyapti, cry, yig'lamoq. Bu yerda unli I deb talaffuz qilinyapti. Endi so'zni oxirida kelib turib, ikkita undoshdan keyin kelgan holatichi. Mary. Mary. Will you marry me? Shunga o'xshagan Mary. Oxirida kelgani uchun I holatida talaffuz qilinyapti. Demak, sizlar bilan keyingi o'rganadigan harfimiz o'sha C harfimiz. Hammamizda adashmasam shu harf bilan muammo bo'lsa kerak-a. S o'qiladimi yoki K? Sosa-sola yoki Coca-Cola. Xo'p. U ikki xil holatda o'qiladi. Ba'zida S, ba'zida K. Qachon S o'qiladi, qachon K o'qilishini hozir o'rgataman. 3 xil harfimiz bor, 3 xil unli harfimiz. I, va Y. Shu 3 harfdan oldin kelgan holatida S o'qiladi, qolgan hamma holatlarda K o'qiladi. Bunga misol, mana I harfidan oldin kelgan holati center. Center. Ya'ni bu yerda C harfimiz I unli harfimizdan oldin kelyapti. Shuning uchun S holatda talaffuz qilinyapti. Center yoki ice. Muz, ice. Ikkinchi holatimiz I harfidan oldin kelgan holati. City. Manchester City. Hop. City bu yerda I harfidan oldin kelayotgani uchun S holatda talaffuz qilinyapti yoki so'zni o'rtasida kelgan holati facility. Facility. Bu yerda ham I harfidan oldin kelyapti, shuning uchun S holatida talaffuz qilinyapti. Va uchinchi holatimiz Y harfidan oldin kelgan holati. Cycle. 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 Bu yerda mana Y dan oldin kelayotgan C'imiz S deb talaffuz qilinyapti va ikkinchi kelayotgan C'imiz undan keyingi kelayotgan harf L harfi bo'lganligi uchun K holatida talaffuz qilinyapti. Cycle. Cycle. Demak, endi qolgan holatlarga bitta to'xtalamiz. Cat. Mushuk. Cat.
A harfini undan keyin kelgani uchun K holatda talaffuz qilinyapti. Cat, back, garlic. Bu yerda o'rtada kelyapti, bu yerda oxirida. Oxirida kelgan holatda doimo bizda K holatda talaffuz qilinadi. Chunki undan keyin keladigan harf A yoki Y harfi bo'lmasligi aniq. Xo'p, istisno holatlarimiz bor. Ikkita C harfi birga kelgan holatida ilojsiz bu yerda K holatda talaffuz qilinadi. Soccer. Soccer. Va bizda bonus holatimiz bor. Mana shu so'zni o'zlaringlar talaffuz qilishga harakat qilib ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.